Bugun internetni portlatgan va trendga aylangan deyarli hamma food blogerlar tomonidan tayyorlangan judayam shokoladli pechenyeli tort qilamiz. Qani ketdik. Bu shirinlikni shokoladni judayam yaxshi ko'radiganlar uchun tayyorlab bering. Zo'r. Albatta ushbu shirinlikni, ushbu tortni xamiri pechenyeli xamir bo'lganligi sababli uni issiq holida iste'mol qilish tavsiya etiladi. Bundan tashqari, shokoladi erigan holatda shirinlik yana ham mazali tuyuladi. Demak azizlar, ishimizni boshladik. Xona haroratida eritilgan 82% 100 gram sariyog'ga 100 gram jigarrang shakar qo'shamiz. So'ng lopatka yordamida yaxshilab aralashtiramiz. Shakari biroz erishi kerak. So'ng bitta tuxumni chaqib, ortidan yarim choy qoshiq vanilin, 1 choy qoshiq razrixlitel va taxminan 200 gram unni elakdan o'tkazib, bir xil massa bo'lguncha chiroyli qilib xamir qoramiz. Xamirimiz xuddi shunday yumshoqlikda bo'lishi kerak. Endi esa o'rtasiga 100 gram shokolad solamiz. Xohlasangiz plitka shokoladni mayda qilib bo'laklarga bo'lib solib yuborsangiz ham bo'ladi. Yoki men ishlatgan belgiyskiy shokoladdan 100 gram solib yuborasiz. Bu shirinlikni yana ham shokoladli va mazali qilishiga turtki bo'ladi. Albatta hamma yeriga shokolad yetib borishi uchun xamirni yaxshilab yana qorib yuborish kerak. Undan so'ng esa xamirni 3 dan 2 bo'lagini qolipimizni pastki qismiga ayirib olamizda, uni silliq qilib yoyib chiqamiz va ozgina chetlarida devorlar ham hosil qilishimiz kerak. Ushbu shirinlik uchun men 18 santimetrli qolipdan foydalandim va pastiga albatta pergament qog'oz soldim. Aytib o'tganimdek, juda ham shokoladli tort va xamirni ustiga yana 100 gram shokoladni maydalab solib yuborasiz. Endi olib qo'ygan xamirimizni 3 dan 1 qismini yumaloq qilib yoyib olamizda, tortimizni ustiga chiroyli qilib tekislab chiqamiz. Oxirgi bosqichda esa tortimiz yana ham chiroyli chiqishi uchun ustini shokolad bilan bezab chiqamiz. Xuddi shunday qilib. Meni gaz pechimda bu tort 180 darajada qizdirilganida 40 daqiqada pishdi. Hammani gaz pechi har xil. Siz birinchi 40 daqiqaga qo'ying, agar pishmasa yana 5-10 daqiqaga qo'ysangiz me'yorda pishadi. Mana tortimiz ham qizaribgina pishib tayyor bo'ldi. Xamiri pisochniy, og'izda erib ketadigan, ichida esa juda ham ko'p shokoladi bor. Bu albatta oila a'zolaringizga juda ham yoqadi. Tort shu bilan birgalikda rosa to'yimli. Albatta sizga retsept manzur kelgan bo'lsa, like va izohlarda fikringizni kutaman. Hurmat bilan Xunduzxon Abdullayeva. Aytgancha, yerliklarga ulashib qo'yish yodingizdan ko'tarilmasin.